Mana biz Dubayga keldik. Bugun tugadi safarimiz. Kruizimiz oxirgi kuni. Terminalga qarab ketyapmiz. Portda demak mana Kostamiz. Laynerimiz chiroyli bo'lib turibdi. Mana bu yoqda Aida Primani turibdi. Bu ham juda chiroyli, katta, hashamatli ekan. Juda chiroyli. Mana bu yoqda yana qaysi birdir layner. Hozir borganimizda ko'ramiz. MSC manimcha. MSCniki Bellissimami? Bellissima bo'lishi kerak. MSC Bellissimani turibdi. Dubayda demak hozir ayni vaqtda portda 3 ta katta layner. Orqada ham bor ekan bitta. 4 ta katta layner mana. Juda ham chiroyli. Mana odamlar o'sha terminalga qarab ketyapti. Mana qaranglar, chiroyli qilib parkovkadan sekin yo'l machasiga chiqib ketyapti. Bu juda ajoyib jarayon. Buni ko'rish kerak, kuzatish kerak. Hamma mana ichidagilar palbalarga chiqib olgan, balkonlarga chiqib olgan.